Men Laylo yoshligimdan ota-onam qiz bola ibora olishi kerak degan tarbiyada ulgayganman. Toyi otib Jamshidga turmushga chiqqanimda ham orzularim, umidlarim ko'p edi. U bilan baxtli bo'lishimga ishongandim. Ammo hayot u doim boshqacha yozadi. Jamshid sovuqqon edi. Musiqa menga xotinligini his qildirgan emas. Kunlar, oylar, yillar shu tarzda o'tdi. Yuragimda bo'shliq ortib borardi. Bilmadim ehtirosmi, mehrmi yo oddiy insonga xos e'tibor nimadir yetishmasdi. Bir kuni uydagilar to'yga ketdi. Uyda faqat men va qaynotam qolganmiz. Shu kun hayotimni o'zgartirgan kechani boshlagan kun edi. U kishi yosh emasdi, lekin ko'zlari kuchga to'la. Ovozi qattiq emas, ammo yuragingni larzaga soladi. Oxa kuni deraza oldida choy ichib o'tirgan edim. U kishi sekin yaqinlashib, yolg'izlik ham ayolni charchatadi. Tog'rimi Laylo dedi. Quloqlarim qizidi, yuragim urib ketdi. Bilmayman deb javob berdim. Suddi goda kabi. U kishi qoshimdan qarab turdi. Ko'zlaring jo'lhis. Bu gap meni sindirdi. Oxa kecha u meni avaylab bagriga oldi. Boshimni kakrakka qo'ydim. Nafasi issiq, qo'llari erkak kishiga xos. Men ilk bor o'zimni ayol his qildim. Shu boshlangan edi, har safar ular uyda yo'q bo'lsa men intiq kutardim. U meni faqat ta'nim bilan emas, qalbim bilan sevdi. Ayol sifatida qadriyatlarimni uyga otdi. Bugun umidi? Balki, ammo yuragim haqiqatni inkor eta olmaydi. Qaynotam menga ayollikni o'rgatdi. U kechadan so'ng biz o'zgardik. Men endi musiqa, oddiy kelin emas edim. U esa shunchaki qaynota emasdi. Biz gunoh va ehtiros o'rtasida muhabbat degan jaziramada yonayotgan ikki tanamiz ikki edik. Ertalab ovqat tayyorlayotganimda u kishi oshxonaga kirdi. Ko'zimda lablarim qaltiradi. Ko'nglimda shirin bir titroq. U past ovozda dedi. Sen bugun meni kiborganingni unutma. Har daqiqang endi menga tegisl. Men esa jilmaydim, lekin yuragimda qo'rquv. Bu sir, bu tuyg'u qancha yashirin qoladi. Jamshid eri u otasining ko'zlariga qanchalik boqayapti. His kelyaptimi? Kechki tomon Jamshid uyga keldi. Uning qonlarida gulasta. Ayron oldimu guldastani menga emas. Otasiga berdi. Dadam, siz doim biz uchun suyanch bo'lgansiz. Qolgan umringizda men ham sizga suyanch bo'lishni xohlayman. Men esa labim tisladim. Ichimdan kechirdim. U sening suyanching emas endi, Jamshid. U meni o'z bagrida mahkam ushlab turgan yongin. Oha kechasi yana meniki edi. Men o'z xonamda chiroqni o'chirgancha yotdim. Derasi, musiqa, sekin ochildi. Nafas ohangi bilan tanidim uni. Aynotam uyondazdi. Laylo, bu telbalikni qachongacha davom ettiramiz? Sen to'stamaguningcha. Musiqa, men to'xtay olmayman. U yana bagriga oldi. Tanimda olib yugurdi. Boshimni ko'ksiga bosdim. U sochlarimni siladi va yana o'sha mehrli erkaklikka to'la quchoqda men ayolga aylandim. Tashqarida jimjimador dunyo, ichkarida faqat men va u nafaslar aralashgan, yuraklar to'qnashgan, sirlar tugun bo'lgan dunyo. U tong edi. Odatdagidek uyg'onib, choy damladim. Yuragimda shirin alam, kechagi tunning issiqligi hanuz badanlarimda. Ammo sitong o'zgacha edi. Qaynonam Zulfiya opa ko'zlarini menga qadab qaradi. Bu qarash ilgari boshqa edi. Bu safar qattiq, chuqur va g'ayriy. Laylo, kecha tunda qaysi xona yondi? Qonlarimdan piyola sirgalib tushay dedi. Yutindim. Quloqlarim qizidi. Men bilmayman. Balki chiroq qolib ketgandir. U hilmaydos. Ammo bu jilmayish ayolning jilmayishi, ichiga sigmayotgan, sezib turgan ammo aytilmagan haqiqat jilmayishi edi. Shu kundan boshlab qaynonamning nigohi o'zgardi. Meni uzoqdan kuzatar, harakatimni sinchkovlik bilan baholardi. Men esa xonamga kirganimda o'zimni yomon his qilardim. Har kecha aynotamni ko'tardim. Ammo qaynonamni nigohi hamon bo'ynimga ilingan ko'rinmas arqonday siqardi. Bir kuni u oshxonada menga yaqinlashdi. Laylo, bilasanmi, men ham yosh bo'lganman. Erkakni ham, ayolni ham tushunaman. Qaynota har doim otadir farzandim. Gap tugamagan edi. Yuragim urmay oldi. Lekin agar ayol og'zini yo'qotsa, uning yuragi oxiro oqibat kuyadi. Men seni yoqilgan yurakda qovurilib ketishingni istamayman. Men indamadim. Faqat ko'zlarim